Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshilab ahamiyat beramiz. Rosayam katta joyimiz sotilyapti. Bu manzili Rishton tumani Yoyilma qishlog'ida. Hamma yo'q o'ralgan 20 sotiq joyimiz mana. Polni o'ralgan. Bu tomonda xonasi bor. Undan tashqari 40 tonnali hali suv olgani basenti nimasi bor ekan. Mana tagi polni basent ekan uyda. Manaliklar bilan qilingan ekan. Xullas mol boqaman desangiz ham sharoitini zo'r qilib qo'yishibdi mana. Где-то 6 sotiq joyda 100 ta mol sig'ar ekan bu joyda mana. Katta qilib yasashgan mana. 100 ta mol 50 ta bu tomoniga, 50 ta bu tomoniga sig'adi. Lekin pulini ham zo'r chiqarib qo'yishgan. Yana qaytaraman, Rishton tumani Yoyilma qishlog'ida. Akalar shattob turib biznes qilib yuboradigan joy lekin tinch. Bu yerda baqiradimi? Mollaringiz nima qiladimi? Hali bog' qilaman deganlar dedi, xullas. Qanaqa katta. Pulini ham zo'r qilib qo'yishgan. Svet, suvdan muammosi yo'q umuman. Mana bu tomonlari hamma yog'i uralganda, xullas zaborlar. Mana qaranglar yaxshilab. Sharoitni zo'r qilib qo'yibdi. Puli ham unchalik qimmat emas. Zo'r qilib qo'yishgan. Xullas shuncha joyimiz 20 sotiq, 6 sotiq molxonasi bilan 25 ming kami bor. Dokumentlari joyida, hammasi zo'r. Attido qilishgan. Ozmoz bizni kanaldan kelsanglar, xudo xolasa tushirib berishadi. Undan tashqari yaxshiroq ko'rinsin deb shu joyga chiqdim sizlar uchun mana. 20 sotiq joyimiz, xonalari bor. Mana pastda basenti bor. 40 tonna olar ekan. Pastga monolitlar bilan zo'r qilib qo'yishgan. Atroflari o'ralgan. Rosa arzon. Rosa qidirib yurganlar ham ko'pda shunaqa joyda. Mendan so'raganlar bor edi. Endi topa olmayman ular. Mana ko'rsanglar, sizlar uchun maxsus tinch joylarda 100 ta mol oladigan o'sha og'alxonasi joylari. Buni отдельно olinglar. Qaytaraman, 25 ming kami bor bizni kanaldan kelsanglar. Bu tomoni mana 40 sotiq bog'i 10 sotiq parnigi bor. Bizni kanaldan kelsanglar 220 emas sotig'ini sal ozmoz tushib berishadi. Yoki opshi hisoblaganda $11 ming ulgurib qolinglar.